Assalomu alaykum obunachilar. Endi bu shlakavlohlarda davr o'tdi endi. Bu oldi endi shlakavlohlar davr o'tdi endi. Bag'i zamonaviy darvozalar chiqqan. Darvozalar qurish kerak ekan. Nima kerak bor shlakavlohlarda? Mana endi darvozalar tayyorlab kelganmiz. Darvoza o'rnatamiz endi beka. Bu oldi endi shlakavlohlar davr o'tdi. Mana Toshkent formati deb darvoza dedi akamiz, mana Toshkent formasini ham qurib berdi, ko'chaga ochiladiganini. Bemalol ko'raverasizlar, Bag'dodning Sarpus qishlog'iga o'rnatdik bu darvozalarimizni. Hozirda eng qarinda trendda bo'lgan darvozalarimizdan. Ana ot eshiklari, qulpan ishlari ko'ringlar buni. Nima deyapti bu? Nima deyapti bu? Ko'ringlarchi mana. Mana chiqib tashqarilarni ko'rsating dur. Aka, darvozalar ma'qulmi? Ha, darvozalar zo'r, ma'qul. Yaxshi yopilish, ochilishlari ham chiroyli. Chiroyli duo qilib bering aka endi. Qo'llarni dard ko'rmasin, doim oziq bosib yuraman. Allohu akbar. Obunachilar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Akajonim, joninglar sog' bo'lsin.